Assalomu alaykum. Bugun 2026-yil 8-may sanasi. Issiqxona pomidorlarini ham so'raganlar bor edi. Tepani yana ham qalinroq loyqa qilingan. Chunki pomidorlar pishib boshladi. Pomidorlar qizarib jarayonida hozir anchayin mana pastdagi kislarda atrofi ochilgan. Ikkinchi kislar hali ochilmagan, yana ham yaxshiroq ko'rinardi agar hozir qanday ko'rinadi bilmadim. Deyarli hamma joyi bir xil. Bugun ertan terib sotamiz. Tepasi chikanka qilingan, kallasi olingan, 6 ta, 7 ta kist bo'lgan. Mana pomidorlar. Hamma joyda yerli bir xil. Daladagi pomidorlarga ovora bo'lib hech vaqt bo'lmaydi bunga. Hozircha shu sulfatli oziqalar berish kerak hozir. Kaliy sulfat, magniy sulfat. Bularni ham bir qo'ysak tagini mana birinchi kist, mana ikkinchi kistlar atrofi olinsa yana ham chiroyli ko'rinadi. Daladagi pomidor bilan ovora bo'lib hech video olishga ham vaqt yo'q. Bilmadim keyin endi bu panikdan video bo'ladimi, bo'lmaydimi? Hozircha yaxshi pomidorlar. Barglari ham sog'lom, juda ham yam-yashil. Xudo xolasa yaxshi ketishlari. Tepadan ko'rinishi. Hamma joyi bir xilda. Xudo xolasa bugun ertan terim qilamiz. Bugun ertan terim qilib sotish kerak. Bu tepada hozircha bizda shular. Kuzatib boring, nasib qilsa qo'yaman. Bu yerdan ham 3-4 terimdan keyin barglar yana ham osib chiqaman, keyin tepa kistlarni pishish jarayonlarini qo'yaman. Xudo xolasa.